Hozirgi kunda 3D ko'zoynak orqali virtual haj safarlari, umra safarlari video ko'rinishda taqdim qilinmoqda. O'shani ko'rsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu narsani endi ilm olish ma'nosida, tarixni bilish ma'nosida, albatta endi hozirgi kunda mana zamonaviy texnika imkoniyatlaridan keng foydalanilyapti. Jumladan shunaqangi 3D vositalarda yoki boshqa o'sha 4K deymiz, ya'ni oxirgi zamonaviy bir ko'rinishdagi texnologiyalarda ham o'sha turli voqea hodisalarni masalan suratga olib shularni taqdim qilinyapti. Ya'ni bu insonga xuddi bir o'sha davrga tushib, o'sha davrdagi tarixni bevosita bir ijrochisi sifatida taqdim etish imkoniyatini berganligi uchun yanada ta'sirliroq ko'rinadi. Shuning uchun albatta bu narsani bir ilm olish, ma'lumot olish, tarixni bilish ma'nosida ko'rishda zarari yo'q, lekin buni o'sha ko'rayotgan odam haqiqiy deb e'tiqod qilmasligi kerak. O'sha ya'ni sun'iy ekanligini his qilib turish kerak. Faqat bir ma'lumot sifatida tomosha qilishligida inshaalloh hech qanaqa zarar yo'q. Allohu a'lam bissavob.